Assalomu alaykum azizlar. Oila bilan buzilgan munosabatlar, omadsiz turmush va to'xtamakon hayot. Maryam Tilayeva 27 yoshda. Maryam Tilayeva O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimova-Tilayeva va tadbirkor Timur Tilayevaning qizi. U 1999-yil 20-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Yoshligida musiqa bilan shug'ullanib, fortepiyano va gitara chalishni o'rgangan, sahnada kuylagan. 14 yoshida AQShda ko'chib o'tgan va Boston shahrida Northwestern universitetini tamomlagan. Hozirda u instablogger va havaskor xonanda sifatida faoliyat olib boryapti. Bolaligimda hayotim o'zimga tegishli emas edi. Maryamning Umar ismli ukasi va Sofiya ismli singlisi bor. U bolaligidan san'atga qiziqqan. Ota-onasi shu bois uni tomosha bolalar ansambliga bergan va u bir nechta davlat tadbirkorlarida shu guruh bilan sahnaga chiqqan. Maryam ulg'aygach onasi Lola Karimovaning xayriya fondi loyihalarida doirasida mehmonlik uylari, maktab va kasalxonalarga borardi. Bolaligim yorqin lekin murakkab bo'lgani, men ko'p narsaning guvohi bo'ldim. Odamlarning qanday qilib bir-birini sotishga tayyorligini, eng yaqinlar kezi kelganda o'zgarib qolishini ham ko'rdim. Menda bolalikning o'zi yo'q edi. Hayotim menga emas, boshqalarga tegishli edi. Doim qo'riqchilar bilan yurar edim. Shaharni ham deyarli bilmasdim. Harakatim chegaralangan. Atrofimda faqat kattalar bo'lgan. Do'stlarim yo'q edi. Chunki doim barchaga shubha bilan qarashga o'rgatilgandim. 18 yoshga yetganimda insoniy aloqalarni o'rnatishga, chuqur munosabatlar qurishga intilardim. Endi esa nihoyat mustaqilman, o'zim uchun yashayman, o'zim pul ishlab topaman. Uzoq kutilgan ozodlik hissi men uchun eng bebaho boylikdir, deydi Maryam Tilayeva. Islom Karimov bobo sifatida u dunyodagi eng ajoyib bobo edi. Chet elda ko'chib ketgunimizcha men uning prezident ekanini ham bilmaganman. Hamma bolalar ertalab soat 8:00 da ishga kostyumda ketadi deb o'ylardim. U juda oddiy, qo'noq, dono inson edi. Men bilan katta odamdek gaplashar, ko'p narsani o'rgatardi. Bir kuni bobom suratga qanday tushishni o'rgatgan. U bir oyog'ini oldinga, boshqasini orqaga qo'y degani yodimda. U ayol kishi uchun kitob o'qish, she'riyat, raqs, ayollarga xos nazokat muhimligini uqtirardi. U menga otalik qilgan deya olaman, chunki bobom barcha oila a'zolarimizni birlashtirib turgan inson edi. Endi u yo'q, oilamiz ham ayron. Men uchun bobom hech kim tenglasha olmaydigan mukammal inson edi, deydi u marhum bobosi haqida. Bobosining so'nggi kunlari haqida. Uning so'nggi kunlarda buvom, oyim va men yo'llarda bo'lganmiz. Otam o'shanda ukam hamda singlim bilan Los-Anjelesda qolgandi. Bobomning o'limidan so'ng bir holat ko'z o'ngimda qolib ketgan. Shifokor uning yuragi urishdan to'xtaganini aytganda, hammamiz u yotgan xonaga yugurganmiz. Zinada tushib borar ekanmiz. Sarosimadan buvom va onamning oyoqlaridagi shippaklar otilib ketgan. Men o'shanda xonaga kirganimda bobomning yonida uzoq yillar birga bo'lgan kuchli, katta, baquvvat erkaklar yurakdan yig'layotganini ko'rganman. Bu holat meni qattiq ta'sirlantirgan. Bobom bilan o'rtamizda juda katta rishta bor edi, deya xotirlaydi Maryam Tilayeva. Siz yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.